Uyghur Milli rohining Asasliri. Aptori, Yüsüpjan, Yasin. Davami. Millat a'zolarini mutlaq holda hür va mustaqil yashaydigan muhit bilan ta'minlash, millatning va davlatning mavjudiyatini sirtqi allarning ta'siri yoki tahdidi ostiga tushirmaslik Türkiye millatlardagi milliy ruhning siyosiy sohadagi yana bir muhim belgisi hisoblanadi. Ma'lumki, dunyodagi hech qanday bir millat Türkiye millatlaridek hurlikka maftunkor bo'lgan emas. Asarat ostida yashashdan o'lish ular uchun jannatga kirganlik hisoblanadi. Ular o'limni hurlik yo'lidagi kurashning muhim bir belgisi qilgan. Bu to'g'risida Marvizi mundaq yozgan. Türkler hür insonlardan bo'lib, o'ziga o'zi xo'ja. Ular hech bir kishining yoki millatning o'ziga zo'rlik qilishiga yo'l qo'ymaydi. Bir ish uchun tutish qilsa, cho'qim o'zining irodasi bo'yicha qiladi. Türkiye millatlar milliy rohini davlat siyosatida tatbiqlashga hammadan bakrak uringan edi. Bilinganidek, davlatda haqiqiy mustaqil, yolg'iz idora qilg'uchi guruhning orzusi bilan emas, balki yana xalqning shu orzu ichida bo'lishi, ya'ni istiqlol, mustaqillik tushunchasining millatning barliq a'zolarining o'rtaq orzusiga aylangan bo'lishida ifodalandi. Mundaq o'rtaq bir shuar Türkiye millatlarının jamiyatida, davlatida nihoyat qadimdan beri har vaqt mavjud bo'lib kelgan. Türkiye millatlarning ko'chib borgan har qanday bir yerida hur erkin yashashga va mustaqil siyosiy tashkil, ya'ni xalq davlat barpo qilishga tirishishi buni ko'rsatib berganidek, turli o'lka va mamlakatlarda buningga muvaffaq bo'lganligimi ularning istiqlol, mustaqillik tushunchasida qat'iy ching turganligiga dalolat bo'ladi. Bozqir turmush sharoiti Türkiye millatlarni har vaqt makon almashtirib turish imkoniyatiga ega qilgan. Bu xil imkoniyat ularni yemak-ichmak ehtiyoji tufaylidan qandaq ahvol ko'rilishidan qat'iy nazar tuproqini tark etilmaslik zaruriyatining besimi ostida yashaydigan nuqul holdagi tarixchi millatlarning ahvoliga tushib qolishdan yiroq tutadi. Ig'ir besim va asoratga duchor bo'lgan mushkul minutlarda tarixchi millatlar el bo'lib bosh egishga majbur bo'ladi. Hur siyosiy muhitni hayotlikning eng oldingi prinsipi qilgan Türkiye millatlar bo'lsa, bundaq ahvolga duch kelganda asosliq turmush vositasi bo'lgan chorva mollarini haydab, yangi bir hur erkin makon izlab ko'chatdi. Onlarning Orxun vodisidan avval bugungi Janubiy Qozog'iston bo'z qirlarga, keyin u yerdan Yevropaga ko'chishi, ulardan keyin Oğuzlar, ya'ni 5 Uyg'urlar, Sibirlar, Hazarlar, Pachanaklar, Qo'man Qipchoqlar va Uzlar, ya'ni Oğuzlarning bir tarmoqining O'rta Osiyodan Yevropaga ko'chishi, Oğuzlarning Orxun bo'ylaridan Sir daryosi atrofiga, u yerdan Iron va Anatoliyaga ko'chishi,
Shuningdek, miladi 840-yili Uyghur talafotga uchirgan Uyg'urlarning g'arbga qarab ko'chishi mohiyat jihatdan istiqlol, mustaqillikni qo'g'dashni va yangi davlat qurishni maqsad qilgan futuhat yurishi hisoblanadi. Shunimi ta'kidlab o'tamizki, Türkiye millatlar uchun aytganda, hurlik, erkinlikdan ayrilib, kishilik izzat g'ururini qo'g'dash uchun fidokorlik ko'rsatishga amal qolmagan chog'da, ularning eng yaqin yordamchisi ot hisoblanadi. Ot tezlik jihatda boshqa minik hayvonlarga nisbatan ustun turishdek alohidligi bilanmi ularga ishonch va hukmronlik tuyg'usi bag'ishlaydi. Bo'libmi ot bo'zqirning jafoliq turmush sharoitida va yashash uchun jon tikib kurash qiladigan muhitida Türkiye millatlariga yo'l ko'rsatkichi va rahbar yo'lini o'ynagan. Shu sabablik Türkiye millatlar uchun normal hisoblangan masala faqat tez suratda urush, safarbarlikka o'talaydigan va bo'zqirning iqtisodiy holatini shakllantirgan o'zliksiz kurash edi. Hurriyat tuyg'usi bilan parallel holda davomlashib mangan bu xil kurash ro'yi bu millatlarning oila hayotidami o'z ifodasini ko'rsatgan. Keyin tadrijiy holda bo'y, budun va il davlat miqyosiga kengayib, millat a'zolari orasida o'rtaq qimmat o'lchamiga aylanish orqali davlatda istiqlol, mustaqillik huquqini barliqqa keltirgan va boshqa millatlarga o'rnak bo'ladigan amaliy kurash hayotini boshdan o'tkazib, insoniyat tarixida o'zgacha bir madaniyat tipini yaratgan. Tarixiy manbalarga nazar tashlaydigan bo'lsak, milodidan burungi 5-asrga mansub Sak qabrisi, ya'ni oltin kiyimlik shahzodaning qabrisidan topilgan bir kumush tovoqdagi davlatning mustaqilligini qat'iy qo'g'dash to'g'risidagi hukmdorlarga qilingan xitob bilan milodidan burungi 1-asrda Hollarning siyosiy hayotida bölünüş yüz berib, janubdagi Xan sulolasiga beqinish fikri o'ttirg'i chiqqanda, buningga qarshi chiqqan Chi Tangri qutining e'tiroz bildirib so'zlagan nutqi Türkiye millatlardagi istiqlol, mustaqillik qarshini tushunishda bizni to'limi qimmatli paketlar bilan ta'minlaydi. Chi bu nuqtada ajdodlardan miros sifatida yolg'iz yer zimin va davlatla emas, balki yana hurriyat va istiqlol, mustaqilligining miros qolganligini ko'rsatib mundaq degan. Hollarning odatida azaldan kuch-quvvat e'tiborlanib, qulluq past ko'rildi. Hollar otliq jang qilish orqali davlat qurgan. Shunga yot xalqlar orasida obro'liq bo'lib kelgan. Ular urushda o'lishni sharaf deb biladi. Hozir qarindoshlar orasida hokimiyat talish bo'layotdi. Davlat akisining bo'lmasa, inisining bo'ladi. Inisi o'lsa, yanala nomi qoladi. Hollar yanala avloddan avlodga yot qavmlarga bosh bo'lib qilaverdi. Xan sulolasi garchi qudratli bo'lsa-mu, lekin hollarni o'ziga qo'shib olmaydi. Nima uchun ajdodlarimizning qoida tuzumini buzib, Xan sulolasiga taslim bo'lg'idakmiz? Undaq qilsaq, o'tgan davrdagi tangri qutlarning sha'niga dog' tekkizib, boshqa davlatlarning oldida kulkiga qolamiz. Bundaq qilib,
әмілlikке erishganimiz bilan yot qavmlarni qandoq boshqara olamiz? Chechi Tanrıqutning bu g'urur ko'rishida bir millatning yashash istaklari, bo'libmi shon-sharaf bilan yashash istaklari ifodalangachga, German xanzushunos F. Gheyret tarixda millatchilikni davlat siyosatining asos qilgan tunji siyosiyon Chechidir deb ko'rsatgan. Har bir qurlarda qo'yiq millatchilik hukmron o'rinda turgan Orxun obidalarda nom obro'y va shon sharaf bilan yashashning oldingi sharti istiqlol, mustaqil hayot deb ko'rsatilgan. Shuningdek, millatning istiqlol, mustaqillikdan ayrilgan va boshqalarning beqindisi bo'lgan chog'lari o'ldi sozi bilan xarakterlantirilgan. Obidalarda yana istiqlol, mustaqillikdan mahrum bo'lgan davrning dard alamlari mundaq bayon qilinadi. Eli bar xalq idiq, amdi elimiz qani? Qag'anliq xalq idiq, qag'animiz qani? Bag bo'ladigan o'g'illaringlar qul, pak xonish bo'ldigan qizlaringlar dedak bo'ldi. Orxun obidalardagi pakitlardan qaraganda, ko'k turuq qag'anlari, millat a'zolari davlatga, vatanga, qag'onga, ajdodlar ro'yiga va shon-sharaf bilan yashashga sodiq bo'lgandilar. Ustida ko'k osmon o'rilib tushmasa, ostida yer yerilib ketmasa, Türk davlatining mustaqil hayotining mangu davomlashadiganligiga ishongan va mustaqil hur hayot bilan beqinda dapsanda turmushni selishtirma qilish orqali avlodlarga ibrat qilib yo'l ko'rsatgan. Turkiy millatlarda istiqlol, mustaqillik tantanisi Ergenekon dastani orqali obrazliq shaklda davomlashib keldi. Ma'lumki, an'anaga sodiq bo'lish bilan yangilikqa intilish, sirtqi madaniyatning ilg'or va foydali taraflarini qabul qilish, shu orqali o'z jamiyatining taraqqiyotini ilgari surish har qanday bir millat uchun milliy ruhning mo'yin bir belgisi deb qaraladi. Uyg'urlarmi tarixda an'anani himoya qilgan holda sirtdan turli dillarni va boshqa madaniyat belgilarini qabul qildi. Lekin sirtqi tarkiblarni qabul qilganda istiqlol, mustaqillikni nazarga olishni oldingi shart qiladi. Attila an'ana bilan millatning mavjudligining munosabati to'g'risida to'limu e'tiborliq va ahamiyatlik bir nutq so'zlagan. Bu nutqda mundaq deyiladi: urushda, to'yda va murosimda kiygan kiyimlarimiz an'anamizga uyg'un bo'lsin. Onlarning qoida usullarini yoshlarimizga o'rgatayli. On qoida usullarini o'rganmaydigan qo'mondonlar ularni izbosar deb qaramaydi. Naqshimiz, usulimiz va butkul miroslarimiz xos va tangdoshsiz bo'lishi kerak. Ajdodlarimizdan bizga qolgan mirosni buzib, bulg'ab, uningga yot xususiyatlarni choplamayli. Naqshlarimiz, usullarimiz, o'yinlarimiz va murosimlarimiz mavjudligimizni va salohiyatimizni aks ettirishning fursatidir. Bu mangu shundoq davomlashishi kerak. Xuddi Attilaning nutqlarida deyilganidek, Turkiy millatlarda sirtqi madaniyatning belgilariga muomala qilishda va uni qabul qilishda, uning millatning taqdiri va davlatning
mustaqilligiga bo'lgan ta'siri masalasiga qattiq diqqat qilingan. Bu jihatda ko'k turklar insoniyat uchun bir ulgi tiklagan. Bo'libmi harbiy olim va siyosiyon tun yo'quqning Budda dinini rad qilish to'g'risidagi bir nutqi bu ruhni gavdalantirgan. Tun yo'quq ko'k turklar bilan tang sulolasining nupusi, qimmat qarashi, turmush usuli, yashash odati, kuch nisbati va siyosiy diplomatiya jihatlaridagi bir-biri bilan bo'lgan munosabatini nazarga elib turib, Budda dinini qabul qilib, e'tiqod va turmush odatini o'zgartganda, ko'k turklarning xalqaro raqobatda uttirib qo'yibli qolmay, balki yana millat va davlatningmi tang sulolasining qo'lida biroqli yo'qoladiganligini ko'rsatish orqali bu dinni ko'k turk jamiyatiga yo'l atqizmagan. Milliy an'anaga bo'lgan sadoqatni ko'k turklar yot tildan hech bir ilmint qabul qilmagandek darajada o'z tiliga ko'rsatgan samimiy qizg'inligidimi ifodalagan. Ko'k turklarning tarixidagi bir qator o'ngishsizliklar va xalqaro vaziyat ularga faqat milliy an'ananingla milliy mavjudlikni qo'g'day oladiganligini noitim aniq tunutgan. Tarixshunoslarning bayonlariga qaraganda, milodi 762-yili Uyg'ur hukmdori Baku Qag'anning Uyg'ur xalqiga ta'sir ko'rsatishga yuzlangan Budda dinini to'sish uchun mani dinini qabul qilishida davlatning siyosiy mavjudligi uchun sirtdan kelish ehtimoli bo'lgan tahdidni cheklash maqsad qilingan. Gerçi mushu vaqtda Uyg'urlar harbiy kuch jihatdan tang sulolasidan ustun o'rinda tursimi, lekin nupusi 1 million atrofidagi Uyg'urlarga nisbatan aytganda 50 milliondan ortiq nupusi bor va o'zlari eng ko'p aloqada bo'ladigan tang sulolasi bilan bir xil e'tiqod chambaragida yashash milli va siyosiy mavjudlik uchun haqiqatan xavfli hodisa hisoblanadi. Shu sabablik Baku Qag'an mani diniga kirish orqali millatning taqdirini Jungodan ayirmoqchi bo'lgan. Bu yerda shunimi qistirib qo'yish kerakki, Tarim vodisida yashagan ajdodlarimiz milodidan burunqi vaqtlardan tortibla ko'k tangri aqidasiga yondashtirib Budda dinigimi e'tiqod qilib keldi. Idiqut va Kangsu xalqi davriga kelganda bu din texmi e'tiborga erishdi. Ilgari hukmdorlar tarafidan chetga tepilgan bu dinning amdilikda qaytadan e'tiborga erishishni Uyg'urlarning shu chog'dagi yashayotgan makoni va xalqaro vaziyatga bo'lgan tonishi bilan bog'lab tushuntirishga bo'ladi. Biri bu ikki davlat jo'grafiyalik joylashish jihatdan buddizm madaniyati gullangan rayonlarda qurildi. Shu sabablik cho'nqur yildiz tartgan buddizm madaniyatidan xoli turishi yoki uni biroqli g'ulitib tashlashi mumkin emas edi. Yana biri bu chog'da tang sulolasi zaiflashishga yuzlangan bo'lib, qaysili jihatdan bo'lmasin Uyg'urlarga xavf paydo qila oladigan ta'sirga ega emas edi. Tang sulolasi yo'qolgandan keyin Jungoda bo'linma vaziyat shakllandi. Hatto bu vaziyatga xotima bergan So'ng sulolasi-mi Uyg'urlarga kuch ko'rsatgidek holatga erisholmadi.
tashqi muhitning kuchini to'liq mo'lcharlayolgan Uyg'urlar bu vaqtda buddizm madaniyatining himoyachilari sifatida o'ttirg'a chiqqan. Uyg'urlar buddizm madaniyatini himoya qilganda uni milliy an'anaga bo'ysundirishga tirishgan. Shu sabablik u Uyg'ur buddizmi shakliga kirgan. Jafar o'g'li Uyg'urlarning an'anaga bo'lgan sadoqat ro'yi to'g'risida mundaq degan. Tömüreyler dövlətinin qurilishiga qadar O'rta Osiyo Türkiy xalqlari orasida hech qaysisi Uyg'urlardek o'zining odat va an'anasini, ya'ni tarixini sadoqat bilan davomlashtirib olmadi. Uyg'ur yeziqining Uyg'urlarning oyig'i tekkan har qanday yerda qo'llanilishi bu tarixga bo'lgan hurmat va sadoqatning eng cho'ng ifodasidir. Jafarning bu so'zida Idiqut Uyg'urlari nazarda tutilgan. Ayni vaqtda qarixanlar islom e'tiqodida bo'lib, bu tavallikdagi Uyg'urlarning islom madaniyatiga bo'lgan bog'lanishi, milliy ruh va an'anaga bo'lgan sadoqatidan halqib ketgan edi. Qisqasi, istiqlol, mustaqillik tushunchasi tariximizda milliy mavjudlik, taraqqiyot va shon-sharaf bilan yashashning oldingi sharti qilingan. Shunlashqimi Uyg'urlar Ergina qundan chiqqan kunni istiqlol, mustaqillik kuni qilib bekitib, No'ruz an'anasi bilan Yangi yil kuni sifatida tabriklab kelmoqda. No'ruzning Türkiy millatlardagi eng muhim ma'nosi uning istiqlol, mustaqillik kuni sifatida qabul qilinishidir. Uyg'ur qatorliq Türkiy millatlardagi vatan tushunchasi nihoyat muqaddas bir uqum bo'lib, u oila, mahalla, yurtqa bo'lgan kuchlik muhabbat va sadoqatning yuksak darajadagi belgisi sifatida gavdalangan. Vatanga bog'lanish va uning uchun sadoqat, fidokorlik ko'rsatish milliy alaydilikka aylangan. Shu tufayli qadimda ulush sozi bilan ifoda qilingan va belgilik chegarasi bo'lgan davlat ziminiga qartilgan vatan hukmdor oilasining xususiy mulki bo'lmasdan, balki butun millatning o'rtaq zimini, hayotlik, mavjudlik, taraqqiyot tuproqi, shundaqla xotirjamlik va xushallik zo'rni hisoblanadi. Türkiy millatlarda vatanga sodiq bo'lish bilan birga sayyora, ko'chman va harakatchan turmush kechirish bir gavdalashib ketgan va ularning siyosiy tushunchasining asoslaridan biri qilingan. Chunki ularning vatan tushunchasi qonun va hurlik bilan birikkan bo'lib, bu ikki shartdan mahrum bo'lgan chaqda ular yangi bir yurt qurish istikida vatan uchun vatandan ayriladi. Bu to'g'risida Jungo manbalarida ular bugungi kunda Jungoga taslim bo'lgan taqdirdimi o'z vatanini osonlikcha unutmaydi deb ma'lum tushuncha berilganidek, joizi bu nuqtani vatan muhabbati barliq insonlarga o'rtaq bo'lgan bir xil hissiyotdir. Lekin bu xil hissiyot turklarda texmi ustun va yuksakdir deb xarakterlantirilgan. Qutaybi ibn Muslim turklar vataniga nihoyatda sodiq bo'lib, uning uchun jon beradi. Hech qachon vatanini unutmaydi. Qayerga berishidan qat'iy nazar vataniga sodiq bo'ladi.
Türklarni boshqa millatlardan ustun qilgan omil dal mushu xususiyatdir. Türklar buni nihoyatda yaxshi biladi deb ta'riflagan. Türkiye millatlarning vatanini qo'g'dash yo'lida fidokorlik ko'rsatadiganligi yana İran dastonlaridami so'zlanadi. İran dastonlarida Tumaris va Shiroq qahramonlari buning misoli sifatida berilgan. Jungo manbalaridami buningga o'xshash misollar tilga ilinadi. Onlarning sharqdagi qo'shnisi Tunguslar on ziminining bir parchasini kesib berishni talab qilganda Batur Tangriqut yer zimin davlatning o'g'li nima deb berayotgandakmiz degan va bu ziminni berib o'tishni tashabbus qilgan vazirlarning kallasini olgan. Aslida Tunguslar bilan inoq qo'shnidarchilikni tashabbus qilgan Batur ularning mushu talabi uchun urush qo'zg'ab, ularni qattiq mag'lub qilgan. Shuningdek, Xan sulolasimi ulardan bir parcha tog'liq yerni so'raganda, erishgini 10 tangri qutining bu yer marhum otamdan miros qilgan zimin bo'lib, qo'ldan berib qo'yish haddim emas degan qattiq e'tirozdan iborat bo'lgan. Buningdan ma'lumki, Turkiya millatlarda vatan hukmdorlarning o'zi xohlagancha shaxsiy mulk sifatida ishlatadigan zimin bo'lmasdan, balki hukmdor tarafidan qo'g'diladigan ota miros yodgorlik hisoblanadi. Bu ahvollar Turkiya millatlarda vatan qarshi jihatdan dominum tipi emas, balki imperium hokimiyat tushunchasining mavjud bo'lganligini ko'rsatadi. Davlat ziminining hukmdorlar bilan xalqning o'rtaq mas'uliyati ostida tutilishi, ularning siyosiy tashkili davlat nomlaridami ma'lum bo'lganidek, buni bu millatlardagi shaxsdan bakrak vatanga yoki siyosiy tashkilga bog'lanadiganligi masalasi bilan birlikda kuzatadigan bo'lsak, yurt o'lkaning tez suratda vatanlashishining mumkin bo'ladiganligini tushungili bo'ladi. Turkiya millatlarining harbiy millat, ya'ni jangovar millat sifatida o'ttirg'i chiqishi va harbiy ishlar texnikasining yuksalishi ulardagi vatanparvarlik hissiyoti bilan berikkan bir madaniyat tipi edi. Jungo manbalarida Hunlar, Ko'kturklar va Uyg'ur qatorliq Turkiya millatlarining kasalda o'lishni nomus, urushda o'lishni sharaf deb biladiganligi ta'kidlangan. Orxun abidalaridami inson bolasi o'lish uchun to'ralgan deyiladi. Sasan Chechen Turklar uyda tug'ilib, urush maydonida jon berdi deydi. Turkiya millat, Turkiyadagi har bir inson kichigidan tartibla o'qya etish va ot minish tarbiyasi bilan cho'ng bo'lib, mahoratlik bir askar bo'lib yetiladi. Kiygan kiyimlarimi turmush va urushga mos keladigan ikki xil xususiyatda loyihalangan. Bu xil turmush bilan urush bir gavdalashgan hayot shakli qandaqdir bir tajovuzchilik yoki istilo tushunchasining turtkisi shakllangan bo'lmasdan, balki o'zi mansub millatning va davlatning mavjudligini, bexatarligini, tinchligini va hurlikini sirtning tahdididan qo'g'dash uchun har vaqt tayyor turishdek sadoqat va fidokorlik ro'yidan tug'ilgan.
Demak, harbiy kuchning taraqqiy qilishi milliy qo'g'dinish bilan munosabatlik edi. Uyg'urlarda bugungi kungacha davom qilib kelayotgan o'zing uchun kul, yurting uchun o'l, yetib qolg'icha etib qol degan maqol tamsillar buni ochiq ko'rsatib berdi. Amaliyotdami Turkiy millatlarning urushlari Turk olimi İbrahim Kafas o'g'li ko'rsatib o'tganidek tinchlik va sulhni maqsad qilgan bir vositadan iborat bo'lib, uningda yana cho'ng birlikdan iborat falsafiy tushuncha yetakchi qilingan. Shu sabablik tinchlik va sulhni al deb atagan Turkiy millatlar o'zlarining va o'z davlatlarining bu xil holatini amalda ko'rsatadigan kuch ekanligiga ishongachga millat va davlat degan uqumnimi yana ashu al so'zi bilan ifoda qilgan. Demak, vatan uchun sadoqat va fidokorlik bilan yashagandilar ondan tinch hayot mavjudlik sharoitiga va yuksalish fursatiga erishgan bo'ladiganligini to'liq tushunib yetgan Turkiy millatlar vatan deb urush maydonida jon berishni ideal hayot tipi qilib tanlagan va buningdan g'urur, sharaf, baxt tuyg'usi his qilgan. Hatto qiz ayollarmi mushundoq qahramonlik ruhda yashagan. Shu sabablik urushda qahramonlik ko'rsatganlarning jamiyatdagi o'rni, nufuzi hammadan ustun bo'lgan. Millat ularning hayotini tasviriy san'at vositalari, ya'ni haykal, balbal tiklash, qabr beshiga oy, ya'ni xotir saroyi selib, uning tomlariga qahramonning urush qilayotgan ko'rinishlarini sizish bilan obrazlashtirgan. Mangu tosh tiklab, qutliqlagan va naqshi qo'shoq dastonlarga qetib abidiylashtirgan. Qisqasi, tarixshunoslarning Turkiy millatlar to'g'risidagi qahramonlik jasorati kuchlik degan so'zlarda dal ularning vatanparvarlik ro'yi ustun degan uqum ifodalangan. İnsaniyatning bugungacha bo'lgan tarixidan shuni his qilishga bo'ladi-ki, har qanday bir millatning taraqqiy qilishi yoki chekinishi, nom shuhrat qozonishi yoki untilishi umuman shu millatning milliy ro'yiga munosabatli bo'lib keldi. Uyg'urlarning milodiy 13-14 asrlargacha bo'lgan tarixida siyosiy huquq tushunchasining kuchayib, iqtisod va madaniyatda taraqqiy qilib, ta'siri va nom obro'yining Osiyodan halqib, hatto Yevropa va Afrikaga taralishi ularning moddiy va ma'naviy hayotining har qanday sohada milliy ro'yini yetakchi qilganligidan bo'lgan. Uningdan keyingi chekinish va boshqalar tarafidan unutilishga yuzlanishida nurg'un sabablar bo'lsa-mu, lekin buning asosliq sababini ba'zi kishilar jar selayotganidek qandaqdir yipak yo'lining uzilib, dengiz yo'lining ichilishiga bog'lab qo'yishga bo'lmaydi. Buning asosliq sababini mushu mazgillarning oldi keynidagi davrlardan boshlab Uyg'urlarning tarixida milliy ruhning davomli taraqqiy qilishiga to'sqin bo'ladigan omillarning ko'rilishiga va kuchayishiga boshlaganligidan izdashga bo'ladi. Bu to'sqinliklarmi dal sirtqi muhitdan qabul qilgan turli e'tiqod shakllari va ashu e'tiqod shakllariga agishib kirib kelgan madaniyat belgilarining e'tiboriga erishishdan bo'lgan.
Ma'lumki, Türkiy millatlar orasida milodidan burungi davrlardan tortibla ulug' Tangri degan ma'nodagi ko'k Tangri nomida atalgan bir tangrilik e'tiqod shakli asos qilinib kelgan. İslamiyet davriga qadar izchil davomlashgan bu dinning aqidasida huquq, qonun, g'urur, ustunlik, jangovarlik, shon-sharaf, insonchilik, jumladan milliy ruh, Tangrining irodasi deb qaraladi. Hükümdarlarmı bu aqidani real hayotda amalga oshirishga tirishadi. Demak, bu davrda milliy ruh bir xil e'tiqod va aqidaga aylangan edi. Budda va ma'ni tillarga selishtirganda g'urur, sharaf, ustunlik, haqqoniyat bilan yashashning usullarini o'rgatadigan to'limi amaliyatchil va axloq dini bo'lgan islom dini haqiqatan Uyg'urlarni axloq, turmush usuli va kishilik munosabatda texmi mukammallashtirib, bir millat sifatida bugungi kunga uvilishdiki bir vosita va sirtqi madaniyatning istilasini cheklab turishdiki muhim qurollarning biri bo'lib keldi. Amaliyotdami qarixonlar Uyg'urlar islom diniga o'tgan dastlabki mezgillarda bu yangi aqidani milliy ruhga va milliy madaniyatga birlashtirishga tirishib, moddiy va ma'naviy jihatdan turk islom madaniyatining bir muncha utuqlarini yaratgan. Hatta islom diniga agishib kirib kelgan arab, Paris madaniyatining boshqa belgilarimi turk milliy madaniyatining bir qo'shimchasi sifatida yondashtirilgan. Islom dinida amaliyatchil taraflardan ko'k tangri dini bilan birdaklik tashkil qiladigan millat va milliy ruhning taraqqiyotini ilgir suradigan aqidalar bor edi. Islom dini internasional xarakterga ega bo'lib, bu cho'ng birlik faqat islom e'tiqodi asosiga uyushishni ko'rsatadigan birlik edi. Shundaqdimi islom aqidasida bu dinning sirtqi millatlarning mavjudligi va ularning madaniyatimi e'tirof qilingan. Shundaqla agar Rabbing xohlagan bo'lsa-da, yer yuzidagi insonlarning hammasi biroqla iymon etgan bo'ladi. Shundaq tursa, sen hammasini mu'min bo'lsin deb majburlamsan? Sura Yunus 99-oyat. Dinda zo'rlash yo'qdir. Sura Baqara 256-oyat. Sen faqat bir vaz nasihat qilg'uchisan. Ularga besim qilg'uchi, ya'ni iymonga majburlig'ichi emassan. Sura G'ashiya 21-22-oyatlar. degan oyatlar orqali uningga e'tibor bilan muomala qilish targ'ib qilingan. Islom dinida vijdonga besim yo'q bo'lib, vijdonga, milliy ruhga, tarixga va madaniyatga hurmat ko'rsatish Qur'onning buyrug'i edi. Demak, islom dini aqlning his qildirilishi bilan shakllangan birlikni targ'ib qiladi. Buning millatning uyushish ro'yini kuchaytirishi va cho'ng birlikni shakllantirishi tabiiy edi. Lekin islom dinini tarqitish va umumlashtirish jarayonida buni ijro qiluvchilar dinning asli mohiyatiga yot hissiyotni aralashtirib olishdan yonmagan. İslam muxlislarining nazari bo'yicha bo'lganda, butun insonlar musulmon yoki kafir
ya'ni yot dindikilar deb ikkili turkumga yoki ikki millatga ayriladi. Shu vajidan irq, millat, til, milliy ruh va madaniyat farqi qandoq bo'lishidan qat'iy nazar islom e'tiqodida bo'lsa, ularning hammasi bir ummat, bir xalq, ya'ni bir millat sifatida qaralgan. İslam e'tiqodining sirtidagilar bo'lsa, aslida bir millat bo'lsa-mu, g'ayri insonlarning sifatida qaralib, chetga qiqilgan, qirg'in qilingan. Natijada qarixonlar tavasidagi Uyg'urlar mushundaq tushunchaga asosan islomiyatning sirtidagi ajdodlar va qarindoshlar bilan bo'lgan chek-chegarini aniq ayirib, o'zining hayoti, ruhi va madaniyatini qayta tiklagachga, bu holat tabiiy holda tarix va madaniyat asosining unutilishidek hodisning paydo bo'lishiga sabab bo'lib qolgan. Qarixonlar islom e'tiqodi orqali Uyg'urlarni birlikka keltirishni milliy siyosat qilib tanlagan bo'lsa-mu, lekin uni amalga oshirish jarayoni qonliq kurash va tarix bilan madaniyatni bir ahli o'chirib tashlash asosida elib berilg'ashqa, bu holat Ediqut Uyg'urlari bilan qarixonlar Uyg'urlarining birligini vujudga chiqarmayli qolmay, balki ularni bir-biriga raqib qilibdi. Mahmud Qashqarning Ediqut Uyg'urlardan so'z ochganda, milliy ruhning turtkisi bilan ularni turklarning bir tarmoqi va moyir marganlari deb maqtasa, diniy hissiyot nuqtasidan chiqib, ularni ashaddiy kofir deb qarab, qarixonlarning qo'shinlarining ularning madaniyatini vayron qilganligini suyunib turib yozganligi buningga bir misol bo'ladi. Demak, islom dinining Uyg'urlar orasida tarqalishi milliy shiorni yetakchi qilgan holda millatni himoya qilish, tarixni va madaniyatni qo'g'dash asosida elib berilmadi. Buning bilan millatning parchalanib, urush holati uzoq davomlashib, Uyg'urlarning milliy ro'yiga dastlabki qadamda ig'ir dast ketgan. Bo'libmi, qarixonlar davrining oxirgi mezgillaridan boshlab, hukmdorlar va ziyolilar orasida arab Paris madaniyatining ta'sirini himoya qilish kuchayib, milliy ruhga bo'lgan sadoqat bargan siri e'tibordan qilishga yuzlandi. Türk madaniyatiga sal chog'lanib, bu madaniyatni himoya qilganlar nadon, johil, mutassib deb qaraldi. Hatto mushu vajidan ulug' va sharaflik bir nom bo'lgan turk so'zimi nadon, do't, qora qo'saq degan ma'nodami iste'mol qilinadigan g'ayri ahvol o'tirg'i chiqdi. Milliy ruhni uyg'otadigan, millatga yo'l ko'rsatadigan, millatning yuksalishini manba bilan ta'min etadigan adabiyotdimi? Tariximizning utuqlari, ajdodlarimizning orzulari, milliy qahramonlarimiz, ulug' simolarimiz, millatning asosiy gavdasi bo'lgan xalqning real holati va umidi, ashu xalqqa tushunishlik, turki til bilan ifodalanib, ruh va g'ururni uyg'otib, uningga kuch-quvvat ato qilib, yo'l ko'rsatishning o'rniga arab, Paris adabiyotidagi motivlar va obrazlar, ya'ni Ming bir kecha, Rustam, Jamshid, Faridun, Siyavush qatorliq
va ashu adabiyot uslubidagi temalar so'zlanib, reallikdan yiroqlashib ketdi. Yana kelib, bu adabiyot fors tilida yozilgan. Turkiy tilida yozilgan asarlardimi arab fors tilidan kirgan so'zliklar asosiy salmoqni egallagan bo'lib, ummu jonliq tildan yiroqlashib ketgan. Bu xil adabiyotdan harkizmi xalqimizga ma'naviy yetakchilik qilishni kutgili bo'lmaydi. Bar to'ldimi bu holatni turklarga, uyg'urlarga islomiyatning va fors adabiyotining ta'siri shu darajada kuchli bo'lgan ediki, turklar, uyg'urlar islomiyatdan burungi tarixni butunlay unutdi deb suratlaydi. Madaniyatdagi bu o'zgarish tufaylidan milliy ruhning yuksak ifodasi bo'lgan O'g'iz nomi dastoni Qarixonlar tavasida yashagan Uyg'urlar ichida emas, balki idiqut Uyg'urlar orasida saqlanib, qalamga ilindi. Afrasiyab, ya'ni Qarixonlarda Yusufxon Hojib va Mahmud Qashqardan keyin unutildi. Tün yo'quq va Bagu qag'onga oid xotirlarmi mushu Uyg'urlar orasida saqlandi. Budda va Mani dinining cheklab turishi bilan o'zining siyosiy iqtidorini qo'ldan berib qo'yganiga qaramay, milliy ruhga bog'lanishini davomlashtirgan mana shu idiqut Uyg'urlari Mo'ng'ul imperiyasi va Tömüriylar imperiyasi davrining siyosiy, harbiy, iqtisod va madaniyat munbirida yuqori o'ringa erishib, Uyg'urlar va Uyg'ur madaniyatiga sharaf ato qila oldi. Jumladan Uyg'ur tili yoziqini Osiyodan halqib Yevropa, ya'ni Ukraina va Latviyadami shuhrat qozongan xalqaroliq madaniyatga aylantirdi. Demak, Qarixonlarning oxirgi davridan boshlab bu xonliq da'vasidagi Uyg'urlarda milodiy 14-asrdan boshlab butkul Uyg'urlarda milliy ruh, millat xarakterlik yetakchi prinsip bo'lishdan qilib, faqat kishilarning vujudida yoshurun kuch holatida saqlanishga yuzlangan bir ma'naviy omilga aylanib qoldi. Shundaqdimi bu yoshurun kuch pat-pat ma'naviy yoki biror shahar doirasida bo'lsa-mu, o'zini ifodalab, millatning mavjudligi va taraqqiyotining eng muhim manbasi ekanligidan sado berib keldi. Tugidi.